Biz hozir 150 metr balandlikda turibmiz. Bu yerga ko'tarilgan vaqtda butun Toshkent manzarasi namoyon bo'ladi. Qurilish maydoni 160 ming kvadrat metrga teng. Sarmoya qiymati esa 200 millionga yetadi. Bunday baland bino qurayotganingizda, u qayerda bo'lmasin, eng avvalo xavfsizlik masalasini o'ylash lozim. Biz beton zavod qurib, u yerda betonni muntazam ravishda sinab ko'rdik. Shuning uchun Toshkentdagi binomizning sifati va xavfsizligiga to'liq ishonamiz. Biz aeroportni shaharning ikkita muhim markaziy obyekti, Amir Temur maydoni va Toshkent City bilan bog'laydigan yo'llar kesishmasida joylashganmiz. Bunday joylashuv 185 metr balandlikdagi bino uchun g'oyat ahamiyatli. Bu juda qulay va foydali joylashuv hisoblanadi. Piramid Global adashmasam yangi kompaniya shundaymi? Doğru. Piramid Global bu Koç Construction tomonidan ko'chmas mulk sohasiga investitsiya kiritish uchun tashkil etilgan kompaniya hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, Koç Construction ko'proq quruvchi sifatida faoliyat yuritadigan kompaniya bo'lsa, Piramid Global sarmoya kompaniyasi sifatida tashkil etilgan. Shu maqsadda u o'zining birinchi loyihasi Piramid Tower va Piramid Mall'ni amalga oshirdi. Umid qilamanki, kompaniya kelajakda o'z faoliyatini yangi loyihalar bilan davom ettiradi. Bu yolculuğuna devam edecek. Umuman olganda bu qanday loyiha? Gapirib bera olasizmi? Loyihamiz yetarlicha ko'zga tashlanadigan joyda taxminan 10.600 kvadrat metr maydonni egallagan hududda joylashgan. Biz loyihani ikkita blokka joylashtirdik. Hozir ko'rib turgan blokimiz savdo markazi hisoblanadi. U savdo nuqtalari va ofis maydonlarini o'z ichiga oladi. Agar unga sotiladigan yoki ijaraga beriladigan maydon sifatida qarasak, umumiy maydoni 25 ming kvadrat metrni tashkil etadi. Bino bloki esa 47 qavatli va 185 metr balandlikka ega. Bu yerda jami 632 ta xona mavjud. Shulardan 400 tasi turar joy, 232 tasi esa ofislardir. Ofislar 17-qavatgacha joylashtirilgan. 18-qavatdan 47-qavatgacha turar joylar o'rin olgan. Tomda suzish havzasi va restoran ham bor. Loyihamizning 3-qavatida spa, turk hammomi, karaoke xonasi, anjumanlar zali va kino zallari kabi turli ijtimoiy hududlar joylashgan. Aynan shu hududlar ham ofis, ham turar joy binolari mijozlari uchun ahamiyatli bo'ladi. Shu tariqa odamlar bitta majmuaning o'zida barcha savdo-sotiq, ijtimoiy, ishbilarmonlik va kundalik ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. İhtiyaçlarını tek bir kompleks içerisinde karşılayabilecek. Piramid loyihasi sotuvi taxminan 2,5 yil avval boshlangan. U Markaziy Osiyoning eng muhim shaharlaridan biri hisoblangan Toshkentning g'oyat muhim nuqtasida joylashgan. Loyiha ikki qismdan iborat. 185 metr balandlikdagi 47 qavatli minora va savdo markazi. Minora qismida 232 ta ofis va 400 ta turar joy mavjud. Jami 632 ta xona bor. Savdo markazi qismining birinchi 3 qavati savdo nuqtalari sifatida, 4-chi, 5-chi va 6-chi qavatlar esa terasali ofislar sifatida qurilgan. Aytish mumkinki, bu ixcham va aralash foydalanishga mo'ljallangan zamonaviy loyiha hisoblanadi. Ushbu binoning umuman olganda qurilish jarayonining o'ziga xos jihati nimada? Loyihamizning o'ziga xos va eng muhim jihatlaridan biri, ta'kidlab o'tganimdek, uning joylashuvi hisoblanadi. Haqiqatan ham, bu Toshkentga kelgan yoki bu yerda yashayotgan har bir kishi uchun taniqli nuqta hisoblanadi. Bu har bir kishi faxr bilan men Piramid binosining yonida yashayman, Piramidda yashayman deb ayta oladigan loyihadir. Hozir biz 150 metr balandlikda turibmiz. Bugun havo biroz tumanli, lekin odatda bu yerga ko'tarilganda butun Toshkent ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Tog'lar, Toshkent, Amir Temur xiyoboni, teleminora barchasi ko'rinib turadi. Toshkentliklar uchun bu yerda yashash obro'-e'tibor belgisi hisoblanadi. Xuddi shu binoning yuqori qavatida suzish havzasi, restoran joylashgan bo'lib, birinchi qavatda savdo markazi, turar joy xonalari, umumiy ovqatlanish joylari va ko'ngilochar maskanlar mavjud. Minora hududida esa ijtimoiy obyektlar joylashgan. Bunday uyg'unlik tufayli biz Toshkent aholisiga 3 xil vazifani o'z ichiga olgan ixcham yechimni taklif etamiz.
В самом моле есть Savdo markazining o'zida joy, muhandislik yechimi mavjud ekan. Yuqoridan ko'cha ko'rinib turadi. Biz savdo markazining yuqori qismini butunlay ochiq qoldirdik. Shu tariqa toza havoning uzluksiz oqimini ta'minladik. Savdo markazi shahar ko'chasiga o'xshatib loyihalashtirilgan. Cadde gibi bir alışveriş merkezi aslında planladık. А почему? Nega ushbu loyihani ishlab chiqishda aralash maqsadli loyiha usulidan foydalanishga qaror qildingiz? Aytganingizdek, ofislar ham, savdo nuqtalari ham bir joyda. Hozirgi zamon odamlarining shaharliklar ehtiyojlari bundan 40-50 yil oldingiga qaraganda ancha o'zgarib ketgan. Bugungi kun odamlari vaqtni juda qadrlaydilar. Boshqacha aytganda, biz ularning yashash joylari, ishlash uchun ofislari, muloqot va xarid qilish joylarini bir joyda mujassamlashtirishga harakat qildik. Bundan vaqtni tejash maqsadi ko'zlangan. Ofis yoki uyga borish, ovqatlanish yoki xarid qilish hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Bunday loyihalar dunyoda, ayniqsa so'nggi 10 yil ichida tobora ommalashib bormoqda. Biz Toshkentda ko'p uchramaydigan konsepsiya asosida ko'p funksiyali majmua loyihasini ishlab chiqdik. U ish joylari, savdo shoxobchalari va turar joylarini o'z ichiga olgan. Savdo markazidan do'kon sotib olishda eng muhimi tushunishimcha, uning joylashuvi hisoblanadi. Keling, Piramid savdo markazi joylashuvini baholaymiz. Şimdi bizim projemiz Bizning loyihamiz Muqimiy, Nukus va Bobur ko'chalari kesishmasida joylashgan. Loyiha ushbu ko'chalarning har biri uchun tijorat qiymatini imkon qadar oshirishga intiladi. Bu esa fasad bo'ylab joylashgan barcha tijoriy binolarga ko'chaga qarash imkonini beradi. Shu sababli bu joyga sarmoya kiritayotgan xaridor bizdan do'konlarni sotib olish bilan birga reklama lavhalari uchun ham katta qiymatga ega bo'ladi. Bobur va Muqimiy ko'chasiga qaragan barcha tijoriy binolarimiz restoranlar uchun mo'ljallangan. Будут задействованы под рестораны высокого класса. Va shunga mos ravishda mexanik qism, elektr ta'minoti va texnik jihozlarni ham o'rnatganmiz. Shu sababli aynan mana shu joylar bizda eng qimmati hisoblanadi. Biz loyiha doirasida ichki hovli barpo etdik. Yuqori qismini esa ochiq qoldirdik. Savdo markazini tabiiy iqlim sharoitlarini inobatga olgan holda shahar ko'chasiga o'xshatib qurdik. Har bir qism uchun alohida xaridorlar oqimi tashkil etilgan. Müşteri trafiği akışını sağladık. Как вы... Bu qurilish uchun qay darajada qulay joy ekanligini qanday hisob-kitob Tabii qildingiz? bütün gayrimenkul Barcha ko'chmas mulk loyihalaridagi eng muhim jihat uning joylashuvidir. Biz aeroportni shaharning ikkita muhim markaziy obyekti, Amir Temur va Toshkent City bilan bog'lovchi yo'llar kesishmasi joylashganmiz. Тимур и Ташкент-Сити. Boshqacha qilib aytganda, binoni Bobur, Nukus va Muqimiy ko'chalari tutashgan burchakda qurdik. Bunday joylashuv 185 metr balandlikdagi bino uchun g'oyat ahamiyatli. O'zbekistonga kelib, Toshkent xalqaro aeroportiga qo'ngan va shahar markaziga yo'l olgan har bir odam uni ko'radi. Ayni paytda bu hudud ham tadbirkorlar, ham oddiy shahar aholisi uchun jozibali hisoblanadi. Bu yerda ofislar, uylar va ko'p qavatli xonadonlar joylashgan. Loyiha asosiy ko'chalar kesishgan nuqtada qurilgan. Shu ma'noda bu juda qulay va foydali joylashuv hisoblanadi. avantajlı bir noktadayız biz lokasyon olarak. Насколько тяжело? Bu joyda qurilish uchun ruxsat olish qanchalik qiyin bo'ldi? Axir aeroport juda yaqin. Bu haqiqatan ham shaharning rejalashtirilishi nuqtai nazaridan juda qiziqarli joy. Tabii yani bu konuda Biz tegishli idoralardan barcha zarur ruxsatnomalarni olganimizdan so'nggina qurilishni boshladik. Binoning balandligi, uning uchish yo'nalishida joylashgan yoki yo'qligi kabi masalalar tegishli idoralar tomonidan ko'rib chiqildi. Huquqiy jihatdan hech qanday muammo yuzaga kelmadi. Ruxsatnomalarni olganimizdan so'ng qurilish ishlarini boshladik. А в чем вообще основная? Bu savdo markazining Toshkentdagi boshqa savdo markazlaridan farqi nimada? Piramit Mall tek Aslida bu oddiy savdo markazi emas. Не просто торговый центр. Uning asosiy o'ziga xosligi joylashuv hisoblanadi. Binoni mahalliy aholi vakillari ham, Toshkentga tashrif buyurgan sayyohlar ham ko'ra oladi. Bundan tashqari, bu yer 3 ta vazifani bajaradigan majmuaning bir qismi bo'lgani uchun ham shunday nom olgan. Получила свое название. Minora qismida ofis va uylar uchun 632 ta xona joylashgan. Ofislar, uylar va savdo markazidan iborat bo'lgan ushbu loyihani yakunlab, 3 asosiy vazifani bajaradigan majmua barpo qilyapmiz.
Biz kunning har qanday vaqtida faoliyat yuritadigan savdo markazini quryapmiz. Любое время суток. В этом и есть Asosiy farqimiz ham ana shunda. Agar ichki qism haqida gapiradigan bo'lsak, u qanday loyihalashtirilgan? Markaz nimalardan tashkil topganini tushuntirib bera olasizmi? Markazning birinchi 3 qavatli savdo nuqtalaridan iborat. 4-chi, 5-chi va 6-chi qavatlarda terasali ofislar joylashgan. 1-chi, 2-chi va 3-chi qavatlarda turli yo'nalishdagi do'konlar bo'lishi rejalashtirilgan. Ko'chaning old qismi bo'ylab oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar sotuvchi do'konlar bo'lishi nazarda tutilgan. напитки. 2-chi qavatda va 3-chi qavatda kiyim-kechak, maishiy texnika va kosmetika do'konlari bo'ladi. Maydonning teng yarmi food court, qolgan yarmi esa ko'ngilochar joylar va kiyim-kechak do'konlari uchun ajratiladi. Ichkaridagi xonalar haqida ham ma'lumot bersangiz. Ular ijarachilar yoki xaridorlarga qanday ko'rinishda taqdim etiladi? Bütün ticari Butun dunyoda bo'lgani kabi biz ham tijoriy maydonlarni mijozlarga xomaki pardozlangan holda topshiramiz. Так называемых условиях Shell and Core. Barcha umumiy foydalanish joylari yuqori sifatli materiallar bilan va malakali mutaxassislar tomonidan pardozlangan. Bundan tashqari, barcha do'konlar va tijorat binolari kommunikatsiya hamda elektr tarmoqlari bilan ta'minlanadi. Har bir binoning o'z vazifasi bo'lgani sababli, har bir do'kon o'ziga xos va noyob dizayn yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi. gün mağaza tasarımlarını yapabilecekler. Почему Nima uchun loyihaning nomi aynan piramid? Uning Misr bilan aloqasi bormi? Tabii bu ortak bir Ushbu nom loyiha ishlab chiqaruvchilari sifatida biz hamkorlik qiladigan reklama agentliklari o'rtasidagi umumiy ish natijasidir. Siz yaxshi bilganingizdek, Misr ehromlari uchburchak shaklida qurilgan. Loyihamizda biz ham amalda 3 ta vazifani uyg'unlashtiryapmiz. Bu eng avvalo keyin turar joy, undan keyin esa ko'ngilochar majmua vazifasi. Mana shu g'oyaga asoslanib, biz uni piramid deb atadik. olduğu için buranın 3 fonksiyonu olduğu için piramit ismini verdik. вы много раз Siz suhbatga tayyorgarlik vaqtida dinamika haqida ko'p bor gapirgan edingiz. Ushbu dinamikani xaridorlarga taqdim etish uchun bu yerda qanday dizaynerlik yechimlarini ishlab chiqdingiz? Loyiha joylashuv va aholi soni nuqtai nazaridan bino juda faol hududda joylashgan bo'lib, atrofida 1,5 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. Человек. Loyihani ishlab chiqishda doimiy xaridorlar oqimini ta'minlashga harakat qildik. Для этого Buning uchun Bobur va Muqimiy ko'chalaridan 2 ta piyodalar kirish yo'lini barpo qildik. Ushbu kirish joylari ham birinchi, ham ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan. Shunday qilib, biz amalda ikkinchi qavatdagi do'konlarga ham ko'chadan kirish imkoniyatini yaratdik. Bundan tashqari, yer osti avtoturargohining markaziy hovlisidan ichki hovliga kirish yo'li ham bor. опять Ko'chaning yon tomonidan qo'shimcha kirish yo'lini qurdik. 3-chi kirish joyi orqada joylashgan. Uylar va ofislarga kirishni ta'minlaydigan qabulxona tomonidan kirish joyi ham bor. офисом. Umumiy qilib aytganda, ko'chadan jami 4 ta kirish joyi qurilgan. Shuningdek, yer osti avtoturargohdan ham bitta kirish eshigi mavjud. Таким образом, Savdo markazidagi har bir do'kon va bo'lim uchun doimiy xaridorlar oqimi в ta'minlanadi. центре. Bunday dinamik yondashuv biz uchun o'ta muhim edi. Необходимо Shunchaki chiroyli bino emas, красивое здание. balki faol tijorat obyektini qurishni maqsad qilgandik. Savdo markaziga kirgan odamlar barcha do'konlardan o'tib, u yerdan xarid qilishlari uchun yetarli miqdorda xaridorlar oqimini ta'minlashimiz zarur edi. Bilmek esas ticari değerimizi oluşturuyor. мы на 40 Biz hozir 40-qavatda turibmiz. Har qanday toshkentlik odam singari bizni ham binoning zilzilaga qay darajada dosh bera olishi va xavfsizlik masalasi qiziqtiradi. Avvalo shuni ta'kidlash joizki, biz balandligi 185 metr bo'lgan 47 qavatli binoni nazarda tutyapmiz. Bunday balandlikdagi binoni qayerda qurmang? Eng avvalo xavfsizlik masalasi haqida o'ylash lozim. Keling, biz quruvchilar uchun xavfsizlik degan tushuncha nimani anglatishi haqida so'zlab beray. Прежде Bunda eng muhimi, qurilish rejalashtirilgan yerni chuqur tahlil qilish zarur. мы начали Biz ham ishni tuproqni tahlil qilishdan boshladik. Tuproq va statika haqidagi hisobotni Yaqin Sharqdagi eng nufuzli texnika universitetlaridan birining professorlaridan oldik. разработать Mavjud tuproq sharoitlarini hisobga olgan holda eng xavfsiz binoning qurilish loyihasini ishlab chiqdik. опять Bu jarayonda ham professorlar va ilmiy mutaxassislarning yordami va maslahatlari bilan ish olib bordik. после Loyihaning o'zi ishlab chiqilganidan so'ng, xavfsizlik nuqtai nazaridan ikkinchi muhim bosqich uni amalga oshirishdir. Bu siz qanday materiallardan foydalanishingiz, ularni qayerdan xarid qilishingiz va jarayonlarni qanday nazorat qilishingizni nazarda tutadi. мы Qurilishning har bir bosqichi uchun material yetkazib beruvchilarni aniqlab oldik. затем So'ngra biz beton zavodi qurdik va u yerda betonni muntazam ravishda sinovdan o'tkazib turdik.
Shuning uchun ham biz qurgan binoning sifati va xavfsizligiga to'liq ishonamiz. Уверены в качестве и безопасности нашего высотного здания в Ташкенте. Hayatımız konusunda hiçbir kuşkumuz yok. Еще я знаю, что... Bilishimcha loyihalash jarayoni juda uzoq davom etgan. Bu nima bilan bog'liq edi? Haqiqatan ham loyiha uzoq vaqt davomida ishlab chiqildi. Chunki bunday binolar bir marta quriladi va agar boshidanoq hamma narsa puxta rejalashtirilmasa, uzoq muddat xizmat qiladigan va tijoriy qiymatga ega bo'lgan loyihani yaratish mumkin emas. Bizning maqsadimiz loyihani qisqa muddatda tugatib, sotish emasdi. Yaxshi loyiha yaratish biz uchun muhimroq edi. Shu ma'noda biznesni rivojlantirish, sotish, marketing va qurilish ishlari kabi barcha omillar hisobga olindi. Uzoq muhokamalardan so'ng dizayn ham tasdiqlandi. Natija juda yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Что результат получился хорошим. Еще один момент. Toshkent uchun juda muhim bo'lgan yana bir jihat bu harakatlanish masalasi. Loyihada avtomobil to'xtash joylari qanday tashkil etilgan? Bu yerdagi ko'chalar juda gavjum. Bo'sh joy esa kam. Turargohlar masalasi qanday tashkil qilindi? Biz minora va savdo markazi ostida 4 qavatli avtomobil to'xtash joyi qurishni rejalashtirdik. Barcha avtomobil to'xtash joylari yer ostida joylashgan. Minora savdo markazi, xonadonlar va ofislar uchun 1000 dan ortiq to'xtash joyi ajratilgan bo'lib, bu mutlaqo yetarli miqdor hisoblanadi. Bobur ko'chasiga bitta va Muqimiy ko'chasiga ham bittadan kirish-chiqish yo'lini qurdik. Bobur ko'chasidagi kirish va chiqish yo'li savdo markazi qismiga tegishli. Muqimiy ko'chasidagi kirish va chiqish yo'li esa minora qismi uchun ajratilgan. Shunday qilib, biz ushbu ko'chalardagi transport oqimiga xalaqit bermasdan to'xtash joyiga xavfsiz va tez yetib borishni ta'minladik. Loyihaning me'moriy dizayni dunyoning eng yaxshi me'morlaridan biri Barbaros Sagdich tomonidan ishlab chiqilgan. U Turkiya universitetlarida ma'ruzalar o'qiydi. Uning rahbarligidagi Project Limited kompaniyasi esa butun dunyo bo'ylab, jumladan Istanbul va Dubayda yirik, ko'p funksiyali loyihalarni amalga oshiradi. Biroq, qurilish bir nechta bosqichlarni o'z ichiga oladi. Dizayn ulardan biri xolos. Loyihalashtirishdan tashqari, biz boshqa bosqichlar ustida ham ish olib bordik. Masalan, biznesni rivojlantirish, savdo va marketing, statistik vaziyatni o'rganish, qurilish mexanikasi va boshqalar Turkiyaning eng yaxshi kompaniyalari bilan birga amalga oshirildi. Loyiha investorlari haqida gaplashsak, ular orasida Pyramid Construction va Koch Construction kompaniyalari bor. Koch Construction O'zbekistonda juda mashhur. Keling, u haqida kam eshitganlar uchun kompaniyaning O'zbekistonda aynan nimalar qilgani to'g'risida ma'lumot berib o'taylik. Aslida, u yetarlicha eski va tajribali kompaniya hisoblanadi. Koch Construction Kompaniya o'z faoliyatini Turkiyada boshlagan va keyinchalik xorijda ham qurilish loyihalarini amalga oshirgan. O'zbekistonga taxminan 5 yil oldin kirib keldi va 20 dan ortiq loyihani amalga oshirdi. Asosan qurilish kompaniyasi va pudratchi sifatida faoliyat yuritadi. Kompaniyada minglab xodimlar mehnat qilmoqda. Kompaniya loyihalari xususiy va davlat buyurtmalarini qamrab olgan. Ushbu loyihalar doirasida millionlab kvadrat metr maydonlarda qurilish ishlari olib borilmoqda. Kompaniya loyihalari orasida kasalxonalar, ko'priklar, sayyohlik obyektlari, turar joy binolari, ofislar, savdo markazlari bor. U ko'plab loyihalarni amalga oshirmoqda va bugungi kunda O'zbekistonning eng muhim loyihalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Koch Construction nomini ko'ramiz. Boshqa tomondan, Pyramid aynan u tomonidan tashkil etilgan va sohaga birinchi investor sifatida kirgan Pyramid Global investitsiya kompaniyasi loyihasidir. Shu ma'noda birinchi loyiha Koch Construction uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Kompaniya uchun bu nafaqat birinchi, balki eng yirik loyihadir. Koch Construction kompaniyasining muhim loyihalari orasida Zomin loyihasi alohida o'rin egallaydi. Ma'lumki, Zomin muhim sayyohlik markazi bo'lib, u yerda Windham singari muhim loyiha joylashgan. Bundan tashqari Expo loyihasi, O'zbekistondagi eng nufuzli binolardan biri bo'lmish opera teatri ham qurilgan. Kompaniya Toshkent City'da ham pudratchi sifatida faoliyat yuritadi. Aytish mumkinki, u O'zbekiston modernizatsiyasiga o'z hissasini qo'shmoqda. Mesinde de bir pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Вы сказали, что на январь уже Yanvar oyiga kelib qurilish ishlari 85% yakunlanganini aytdingiz. Mijozlaringiz kimlar? покупатель на данный момент уже. Bizim müşteriler Xaridorlarimiz asosan Toshkentdan. Toshkentda покупает в основном Binolarni tijoriy faoliyat bilan shug'ullanuvchi O'zbekiston fuqarolari xarid qilmoqda. Asosiy mijozlar bazasi tadbirkorlardan tashkil topgan. почти 90% Sotuvlarimizning 90% Toshkentga. на Ташкент. На людей Toshkentda istiqomat qiluvchi odamlarga to'g'ri kelyapti. Qolganlar esa Buxoro, Samarqand, Andijon, Xorazm kabi hududlardan kelgan xaridorlar. Semerkant, Andijan, Harezm gibi bölgelerden müşterilerimiz geldi. А если мы говорим про... Savdo markazining mahsulot turlari haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda qanday brillar taqdim etiladi? Biz do'konlarni ijaraga bermaymiz. Faqat sotib olish imkoniyati mavjud.
Dizayn va konsepsiyasiga ko'ra, loyiha premium segmentga mansub. Bu yerda kiyim-kechak, texnika, oziq-ovqat va ichimliklar, shuningdek, yuqori va o'rta daromadli odamlar uchun mo'ljallangan ko'ngilochar mahsulotlar kabi yo'nalishlardagi brendlar taqdim etiladi. Уровня дохода. В слогане в рекламной кампании Reklama kampaniyasi shiorida siz investorlarga jahon brendlari sizning ijarachilaringizga aylansin deb aytib o'tgansiz. Bu yerda aynan nazarda tutilgan. Reklama kompaniyamiz asosiga savdo markazidan do'kon sotib olib, ko'chmas, mulkka sarmoya kiritishni xohlaydigan odamlarning manfaatlari qo'yilgan. Avval aytib o'tganimdek, do'konni sotib olib, uni ijaraga berish orqali korporativ munosabatlarga yo'naltirilgan investitsiyani amalga oshirgan bo'lasiz. Yuqori daromadli auditoriyaga mo'ljallangan, keng tanilgan va zamonaviy dizayn yechimiga ega loyihalar. Bu kompaniyalar sarmoya kiritishni istaydigan joy hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, yuqori segmentga mansub oziq-ovqat yoki kiyim-kechak brendi aynan shu yerda joylashishni xohlaydi. Mana shu nuqtai nazardan, agar siz bu yerdan do'kon sotib olsangiz, korporativ sarmoyadorlarni jalb qilish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Bu yerda siz ham reklama, ham taniqlilik, ham yuqori nufuzga ega bo'lasiz. Bir bilinirlik, bir prestij sahibi olursunuz. о цифрах. Raqamlar haqida gapirsak, ushbu loyihaga qancha mablag' yo'naltirilgan? Loyihaga kiritilgan umumiy investitsiya qiymati taxminan 200 millionni tashkil etadi. Qurilish maydoni 160 ming kvadrat metrni egallaydi. Investitsiya qiymati esa 200 million dollarni tashkil etadi. Shu ma'noda aytish mumkinki, u juda katta qiymatga ega. Ofis va ko'chmas, mulkka sarmoya kiritish bilan do'konlarga sarmoya kiritish o'rtasidagi farq nimada? Şimdi tüm gayrimenkul Ko'chmas, mulkka kiritilgan barcha investitsiyalar, u xoh yer, xoh turar joy, ofis yoki savdo markazi bo'lsin, farqli xususiyatlarga ega. Do'konlarga sarmoya kiritishning ofis va turar joylarga sarmoya kiritishdan asosiy farqi shundaki, ofis va turar joylarda, ayniqsa turar joy binolarida siz ko'proq yakka tartibdagi sarmoyadorlarni jalb qilasiz. Ya'ni ular uy sotib olib, unda o'zlari yashaydilar yoki uni ijaraga beradilar. Umuman olganda, turar joy binolarga kiritilgan investitsiyalar o'zini juda tez qoplashi mumkin. Agar savdo markazi bilan taqqoslaydigan bo'lsak, do'konlarni ijaraga berish shartlari boshqacha. Do'kon sotib olib, uni ijaraga berganingizda, siz kompaniya yoki firma bilan ish olib borasiz. Kompaniya investitsiya kiritib, ta'mirlash ishlarini amalga oshirganda, odatda 5 yil, balki 10 yilga uzoq muddatli ijara shartnomasi tuzadi. Bunday holatlarda ijaraga berishdan olingan daromad muntazam bo'ladi va joy yuqori daromad keltiradi. Shunday qilib, jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, do'konlar uchun kiritilgan sarmoya har doim turar joy va ofislarga qaraganda foydaliroq va barqaror bo'ladi. Sizningcha, kiritilgan investitsiya qancha vaqt ichida o'zini oqlaydi? şöyle Период O'zini oqlash muddati developer va bu yerdan uy yoki ofis sotib oluvchilar uchun turlicha. Biz ushbu loyihani o'z sarmoyamiz bilan boshlaganmiz va hozirda ham uni o'z moliyaviy mablag'larimiz hisobidan, qarz olmasdan, sotuvdan yaxshi daromad olib davom ettiryapmiz. от продаж. devam ediyor. Loyiha yakunigacha jarayon shu tarzda davom etadi. Boshqacha qilib aytganda, savdo markazini qurish jarayoni taxminan 2,5-3 yil davom etadi. Ushbu muddat mobaynida biz kapital va moliyalashtirishning shunday tizimini saqlab qolishda davom etamiz. Mijozlar va investorlarimiz bilan ham shunday bo'ladi deb o'ylaymiz. Savdo markazidan ofis, uy yoki do'kon sotib olganlar o'z sarmoyalarini taxminan 7-8 yil ichida qaytarib olishlari mumkin. Bizning hisob-kitoblarimizga ko'ra, bu investitsiyalarni qoplash uchun o'rtacha muddat hisoblanadi. Alacağını umuyoruz. Siz uy olgan investorlar uchun o'zini qoplash muddati 7-8 yil ekanligini aytdingiz. Savdo markazidan do'kon sotib oladiganlar uchun hisoblangan taxminiy raqamlar bormi? Biz bu soruyu Loyihani ishlab chiqish jarayonida biz bu savolga shunday javob berdik. Mintaqada bunday loyihalar ko'p emas, ammo biz tijorat obyektlarida har bir kvadrat metr ijarasi qancha turishini hisoblab chiqqanmiz va narxni belgilashda buni inobatga oldik. Umumiy qilib aytganda bozordagi vaziyatni tahlil qildik. Ijara narxi va bizning narxlarimizni hisobga olgan holda savdo nuqtalariga kiritilgan investitsiyalar taxminan 8 yil ichida o'zini qoplaydi. Ular va ofislar uchun ham xuddi shunday muddatlar belgilangan. Qurilish ayni vaqtda qaysi bosqichda? Obyektlar qachon topshiriladi? Qurilishning umumiy hajmi haqida gapiradigan bo'lsak, ishlarning 70% dan ko'prog'i bajarib bo'lingan. Temir beton ishlarini yakunladik va hozirda binoning yuqori qavatini quryapmiz. Bir tomondan mexanik tizimlarni o'rnatish, boshqa tomondan tashqi fasadlar bilan shug'ullandik. Tashqi qismdagi ishlarni 35-qavatgacha yakunladik. Fasad ishlarini tugatganimizdan so'ng 1-2 oy ichida pardozlash ishlariga kirishamiz. Shundan keyin qurilish jarayonini yakunlaymiz. başlayacağız. Ondan sonra da inşaatımızı tamamlamış olacağız.
Какие Keyingi планы? 5 yil uchun O'zbekiston bilan bog'liq rejalaringiz qanday? Piramid global sifatida biz o'rta segmentdan yuqori va o'ta yuqori segment uchun ishlaymiz. Minora qurilishi va sotuvini o'z ichiga olgan ishlarning 80% dan ko'prog'ini yakunladik. Savdo markazidagi sotuvlar 2 oy oldin boshlandi. Bu loyihani taxminan 1-1,5 yil ichida yakunlaymiz. Bu vaqtga kelib ikkinchi loyihamizni amalga oshirishni reja qilganmiz. Ikkinchi loyihamizni shu yilning oxirida yoki 2025-yil boshida amalga oshiramiz. Rejalarimiz juda ko'p. Umid qilamanki, yil oxiriga kelib yangiliklar haqida xabar beramiz. Sizningcha biznes nima uchun aynan sizning loyihangizni tanlash kerak? Uning haqiqiy afzalliklari nimalardan iborat? Loyihamiz juda keng auditoriyani qamrab oladi. Loyiha qamrab oladigan hudud, joylashuv va yirik ko'chalar kesishmasi, uning atrofidagi aholi zichligi tufayli 1,5 million kishilik aholini o'z ichiga olgan. Охватывает население и 1,5 миллиона человек. Shu bilan birga, loyiha dizayni u yo'naltirilgan mijozlar uchun muhim ahamiyatga ega. Zamonaviy dizayn tashqaridan yaqqol ko'zga tashlanadi. Kirish-chiqish uchun qulay, o'ylangan mayda me'moriy tafsilotlarga ega, yaxshi rejalashtirilgan, shuningdek, turli xil byudjetlar uchun investitsion jozibadorlikka ega. Bu jihatdan yaxshi natijalarga erishdik. Toshkentdagi yirik tadbirkorlar loyihaga sarmoya kiritdi va kiritib kelyapti. Bu juda muhim. Крупные бизнесмены Ташкента инвестировали в торговый центр, как ранее они инвестировали в офисы и резиденции в части Tower. Bunda da yatırım yaptılar.